chiqqan. Remont bu narsa qilyapmaysizlar, tayyor uy. Shahar atrofidan uy so'raganlarga hop hovlisini ko'ramiz. Mana hovlimizning ko'rinishi. Katta hovli. 12 sotix. Bu yoqda ham bitta xonamiz. Mana ozgincha yana ta'mirlab olsa bo'ladi. Hatto amlari aboylar ko'chib qolgan ekan. 3-xonamiz bu. Mana bu yoqda hovuzi bor. 6-7 tonnalik hovuz. Oshxonasi, mana konditsionerlar turibdi. Ketdik dalish ko'ramiz. Mana. O'tiradigan joy qo'salangan bo'ladi. Ya'ni kuxnya qilib. Kuxnya o'zi bu tarafda bo'lgan, mana remont qilingan, lekin somon tiqib tashlabdi buni ichiga. Mana remont qilingan, tayyor. Keyingisi banya, u hojatxona. Mana banyalar ham deyarli tayyor. Bitta kafillar borsa, mana so'g'lari qilingan. Tepada patologlari, mana eshiklari, suv montajlari hammasi mana o'tgan, tayyor. Mana u gaz bilan isiydi. Gaz zo'r. O'riklari bor, o'rik pishyapti mana.